5 daqiqadan ortiq dush qabul qilish juda xavfli. Buni ko'pchilik bilishmaydi. Issiq suv ostida turish juda yoqimli tuyulishi mumkin, lekin bu tanangizga juda zararli ta'sir ko'rsatadi. Natijada teri himoyasi zaiflashadi. Terida qurish, tirnash, qichishish va tashqi infeksiyalarga moyillik ortadi. Dermatologlarning aytishicha, dushda uzoq vaqt o'tirish terini ekzema kasalliklariga olib keladi. Ammo bu hali hammasi emas. Issiq suvda uzoq vaqt qolish qon tomirlarining kengayishiga olib keladi. Natijada qon bosimi tushadi. Shu sababli ko'p odamlar dushdan chiqqandan keyin bosh aylanishi yoki holsizlikni his qilishadi. Va ko'pchilik o'ylab ko'rmagan yana bitta narsa bor. Bu suv bug'i. Dush qanchalik uzoq davom etsa, namlik hammomdagi shunchalik yuqori bo'ladi. Bu esa bakteriya va zamburug'larning qulay yashashiga muhit sharoit yaratadi. Siz esa bu bug'ni nafas orqali ichingizga yutasiz. Bu esa ko'pincha yuqori nafas yo'llarini shamollashiga olib keladi. Agar sizga shunaqa qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.